Assalomu alaykum, X-Avtogaz abonachilari. Navbatdagi avtomobilimiz Shinera T30 avtomobilini Euro 4 metan usturovka qilganmiz. Qo'yilgan hamma narsani birma-bir ko'rsatib o'taman. Birinchi uchun shopir tarafdan boshlasak, bu tarafdan kulchatirlarni ko'rsa, Let 600 variant bo'ladi. Stak kompaniyaning original kulchatiri, datchiklar kamayib ko'paygan bo'ladi. Liboy vaqti salon podsvetka qilib, ligrovka etib, svetlarini to'shni shunday ishlasa bo'ladi. Bu tarafda esa kollektor qismida ICW 031 variantda skrasный sportni injektorlarni qo'yganmiz. Duruşunu görürsüzler. Обязательно şu stukşirden yaxşısından koyğanımız, motion etib gaz barışı ile yürüyüşü çok olsa üçün şundakda bu son şey qılğanımız. Bu injektorimizin həmmə injektordan özelliği hər bir silindirin üstündə duradı. 3 cm, 3,5 cm ətrafında şu anki bilən gaz baradı. Əgər 4-0 komplektli olsa 12-13 cm ətrafında gaz baradan boladı. Bu deyəni bu injektorimiz 3 bərabər qısqarğan işləş prinsipi güçlü boladı. Keyin başqa həmmə nərsəsini göstərib ötəmiz. Maşinamızın salon kısmı çok çekiyor. Doğrusu üzerimizde gruzovik avtomobilimiz yaptı. Buna koyulgan narsalarni birma-bir tushuntirib o'taman. Elektronikamiz ko'rib Stak kompaniyani Stak 200 GoFast original blok upravleniyasin ustanov qilib berganmiz. Motion chiqqan. Simlarimizni hamma xilini cho'tga yetib o'tirganmiz. Bu tarafda esa ekran reduktor bo'ladi. Bu tarafda original akmalometr. Обязательно original narsadan ishlatganmiz. Bu da map sensor. Şu anki hammasi fotomet italyan şu anki oladi, gaz pas chiqarmaydi, ispis bermaydi. Keyin bunga mashina motorini programma urish kerak deb ko'pchilik aytadi. Xudo xolasa biz shu narsani yo'lga qo'ydik. Bunga programma urish shart emas, o'zlarimiz qo'shimcha Panda variator ustanov qilib beramiz. Ko'rib tursa, shu Panda variatorimiz mashinani zajigalarini surib beradi. Motion etib ishlatib beriladi. O'zlarimiz proshifkani har xil variantda ishlab ko'rdik. Eng moshinsini ustanov qilib berdik. Yurishi doğrusu çok turibdi. Gaz alışlar ham chotki durgan yerinden gaz bassazlar mashina motion etib gaz aladi. Yurishdan qolishmaydi. Motorimiz xudo xolasa chotki bo'lib tushadi. Arka kısmına ko'rsa, pol kısmına planka qo'yganmiz. Qalin ipka narsa emas. Buna ipkasi bor. Обязательно telerlar döşken joylarimizni tiyana shuncha qo'yganmiz. Ertaga bir kun suv girmaslik maqsadida chotki ishlaymiz. Bunda ko'rsa, qalin planka bloklarımızdan tek izinden motion ustanov qilib berganmiz. Çok chiqqan. Bu tarafda 1.30'lik, bu yerda 1.30'lik, bu yerda 1.90'lik qo'yilgan. Hamma o'zini qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda yana ko'rsa 90'lik balon ustanov qilganmiz. İki tasmasını poldan urganmiz, birisini şu upordan alganmiz. Bu dapanjini boladı. Qo'shimcha xudo xolasa hamma o'zini motion etib ishlaymiz. Ko'rsa çok chiqqan. Keyin yana sizlarga bir narsani aytib o'taman. 3-tasmani noxuq qo'ysa deysizlar, 3-tasmani xavfsizlik uchun qo'yibmiz. Dapanjini upor bo'ladi. Keyin men sizlarga 30lik balon ko'rsatib o'taman. Telarni ko'rib tursangiz, bu yerda yana bir 30lik balon, orada yana bir 30lik balon. Rezinkalardan moshasini ishlatganmiz, talabana yetib qolmaydi. Ko'pchilik 90'lik balonni shu turbaning o'zini asadi, orandam turba bor. Bu turbaning o'zini osmonga iloji boricha sababi mashinaning upori bo'ladi. Ramini slabilchilik etib bo'ladi. Nima desam, chatnat ketishi mumkin, ram o'ynab ketishi mumkin. 90'lik balon ham og'ir bo'ladi. Turba, ipka turba. Turbani döşüp koymanla ilacı varsa 3 tasımla ikisini yukarı vurunla, birisini dapanjini zaşit etib, üçere vurup koysuzlanan boladı. Xudo xolasa hamma o'zini chot etib ishlab motion etib berganmiz. Turibchalardan обязательно qarasidan tartganmiz. Arkalarını ko'rsa chot chiqqan. Keyin buni qo'shimchasini bu yon tarafda zapravочный ustanov qilganmiz. 40 mega bilan motion etib chiqarganmiz. Turibchalarni chot etib ichida deyib döşüladigan variantda qilmamiz. Hamma o'zini xavfsizlik bilan ishlab berganmiz. Bu duruşunu görürsen motion tuttu, gazsandan hiç problem olmaydı. Bir yere ip paylaşsam buna mişet vermeydi. Çok gelip ustanov qilganmiz. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa o'zlarimizga kelaverasiz. Hamma o'zlari chot kelib ustanov qilib beramiz. Motion etib, aloqa chiqarsa, tedagi nomerlarni qoldiraman. Garantiyasi bo'lsa 2 yil, xohlasanglar 40 000 kilometr bo'ladi. Xohlanglar yilina 40 000 kilometr yuringlar. Yillik garantiyasi olsa, agar 40 000 kilometrni olsanglar, 2 yil garantiya beriladi bo'ladi. Hamma o'zimiz original garantiyani talon ham beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.